Assalomu alaykum. Farg'ona ahli Umra safariga borishni niyat qilib turgan obunachilarimiz uchun xudo xolasa $745 Farg'onadan Umra safariga borishlari mumkin. Bu qanaqa bo'ladi deydigan bo'lsalaring, agar sizlarda vizalaring bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa $745 to'laysizlar, 14 kunlik Umra safariga borishlari mumkin. Endi qaysi kompaniyadan deb o'ylanayotgan bo'lsalaring, Hikmat Travel ofisiga yetib kelganmiz. Sizlarga to'liq ma'lumotlarni olib beramiz. Qachonga reyslar bor degan obunachilarimiz uchun xudo xolasa sizlarga to'liq ma'lumotni berib o'tamiz. Bizga ham to'g'ri shoshilinch xabar kelib qoldi. Videomizda qanaqadir xato kamchiliklar ketadigan bo'lsa, uzr so'raymiz. Abdug'affor akadan xudo xolasa to'liq ma'lumotlarni olamiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Aka $745 dan vizangiz bo'lsa deb qo'ydim. Farg'onadan reysimiz bor dedim. Bitta tushuntirib bersiz endi aka. Xo'p bo'ladi. Agar vizangiz bo'lsa, rostdan $745. 1 yillik vizasi borlar. $745 to'lashadi. Boshqa hech qanaqa to'lov yo'q. To'lov yo'q. 14 kunlik Umra safariga borishadi. Yo'q, menda viza yo'q deydiganlar uchun $845. 845. Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha primoy reysimiz. Menimcha hali beri YouTube'da bunaqa narsa bo'lmagan. 845 eng arzoni o'zimizda. Umra safariga borishlari mumkin. Eng arzoni o'zimizda. Shuning uchun bitta like-ni bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, xudo xolasa eng so'nggi xabarlar sizlarga birinchilardan bo'lib chiqib turadi. Shuni ko'rishlaring mumkin. Bu videoda hoziroq video boshlanishidan yaqinlarga yuborib qo'ysalar, xudo xolasa hammaga manfaatli bo'ladi. Xo'p, qachonga reyslar bor endi aka? Xo'p, 20-iyul, 24-iyullarga reyslarimiz bor. Reyslar bor. Bemalol aloqaga chiqishaversin, joylarni bron qilishsa bo'laveradi. Xudo xolasa zo'r. Toshkentdan ketmoqchi bo'lganlarga ham bor reyslarimiz bor. Toshkent ham bor. Toshkent Jidda yo'nalish bo'yicha primoy reyslarimiz ham bor. Bu ham xuddi shunaqa. Xolasa vizasi bo'lsa $745, vizasi yo'q bo'lsa $845. Xuddi o'sha narx. O'zgarmagan. Yo'q, o'zgarmagan. Toshkent Jidda yo'nalish bo'yicha primoy reysimiz. Xo'p, buni kunlari 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25-iyul har kuni bor ekanda. Har kuni reyslarimiz bor. Reyslar bor. Hoziroq telefon qilib, xudo xolasa joylaring bron qilishlaring mumkin. Aytib o'tganimizdek, hali shu kunlarda hech kim bunaqa narx chiqarmagan. To'g'risi o'zimizdan bir kun, ikki kun oldin $950, $930 qo'yib berdik. $845 dan xudo xolasa mana sizlar uchun bo'ldi. Endi shart-sharoitlarini tushuntirib bersak aka. Xo'p, sharoitlar xuddi o'sha. Videolarimizni ko'rayotgan odamlar o'zi ko'rishgan. Madina Munavvarada 200-300 metr gastitsamiz. 200 metr, Makka Mukarramada eng yaqin gastitsamiz 800 metr, eng uzog'i 2,5 kilometr. Qaysi biri bo'sh bo'lsa o'sha yerga tushadi. O'sha yerga tushadi. Lekin gastitsalarimiz oldi, avtobuslar qatnov yo'lga qo'yilgan. Xudo xolasa, undan tashqari Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy. 3 mahal o'zbek milliy taom. Endi Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi. Endi 50 bosh xizmati deydiganlar uchun xudo xolasa iloji boricha 50 boshimiz aeroportdan billa borib, billa kelishadi. Undan tashqari firma tomonidan so'mka, kamzil, bejik, vizalarni ham iloji boricha qo'llariga chiqarib beramiz. Xo'p, qaytilayotganda 5 litr zamzam suvi bonus sifatida qo'shib beriladi. Bonus sifatida qo'shib beriladi. Shart-sharoitlarni eshitdilaring. Endi aka to'lov masalalari qanaqa? Ko'pchilik arzon bo'lsa, haligi bunaqa deydi, litsenziyaga ega bo'lgan, ega bas kompaniya deb o'ylaydi. Biz aytib o'tyapmiz. Videoda boshdan menimcha aytdim shekilli, Hikmat Travel o'zining litsenziyasiga ega bo'lgan kompaniya. Bemalol Google ga yozib qo'yib, litsenziyani ko'rib olishlari mumkin. Sizlarda to'lov masalalari qanaqa? O'zi O'zbekistonda qayerlarda ofislar bor aka sizlarda? Xo'p, shunaqa ishonmaydiganlar uchun ofisimizga kelishsin, ko'rishsin sharoitlarni. Kvitansiyalarni yozib beramiz qo'llariga. Ofislarimiz Toshkentda bor, Farg'onada bor, Andijonda bor. Yo'q, bizga uzoqlik qiladi. Biz onlayn ham joyimiz bron qilaveramiz deydiganlar uchun shu nomerda Telegram, WhatsApplarimiz bor. Bron qilish ham qanaqa bo'ladi? Pasportlarni tashashadi. $50 yo $100 zakolat tashashadi. Har bir kishiga bo'ldi. Qolganini aeroportda berishaveradi. Qolganini aeroportda qilsa bo'ladi. Xudo xolasa, hali ishonch tomonlama, litsenziya tomonlama umuman o'ylanmasalaring bo'ladi. Videoda qanaqa sharoitlar aytilgan bo'lsa, hammasi bo'ladi. Sayohatlar, ibodatlar, 50 boshlar o'zi bir kundan hammasini o'rgatib olib chiqishadi. Xudo xolasa joy bron qilish uchun hoziroq quyidagi raqamlarga aloqaga chiqinglar. Sizlar uchun xudo xolasa video tayyorladik. Yana qaytarib aytib qo'yaman, $845 dan to'g'risi bunaqa narx hech qatdan bo'lmagan. Hoziroq Umra safariga bormoqchi bo'lganlarga bu videoni yuborib qo'yinglar yoki o'zim bormoqchiman deydiganlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqishlaring mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha